Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 7 ayning 28 kuni juma. 2 haftada bir qatim qiladigan naq maydonga chiqishim. Men odatda bizning vaqtimiz tushdan burun soat 11larda chiqdim, qildim bu ishni. Bugun sal atiyarroq boshlab qoldim. Hozir atgan soat 7 bo'lmaydi. Sababi bugun kunduz ishim chiqib qoldi. Kunduz qila olmayman. Şuna atiyanda sırt çıkıştım burun koytay deb sal baldırak başlap kaldım. Bu iki haftadaki biz için en çoğun haberlerindeki birisi, o bir hoş haber. Türkiye'deki Muhammed Ömer degen bir balımız bu yıl Ali Mektep'e imtihan verip diken. İmtihanı Türkiye boyunca 21. boptu. Bu yıl imtihan katnaşkanlarının sani 2 milyon 500 mingdan aşıdı ekan. Bu balımız şu 2 milyon 500 mingdek adamın içinde 21. oldu. Bu balımızdaki inisi 1803. boptu. Türkiye'de Karaganca'da bunda sallarını ilan kıp durdu aşağıydı. Bu yaxşı boptu. 1803. ilan kılan bosaldan boptu. İşte boptu. İşkılıp bu Uygurlar şunu ayeti çoğun netince unca köp adam içinde Türkiye'ye köçmen bulup berip bundan netince girişmek asan emez. Onun üstüge bu ballarımızdaki atanızdaki iqtisadi ahval yaşamazken özü hazır Kayseri'de durur iken aşağı şeyde durup bütün küçü bilen ballarını yaxşı okutup müşnah netince girişipti. İqtisadi ahval yaşamamaşka Türkiye'deki Uygur Yarı Fondu'ndaki mesulü Batır Karahanlı inimiz azıcık uçur değerler yolladıkken ben onu da Facebook'um çıkarıp koydum. Şu yerden köygen kardeşlerden birisi, Kanada'daki kardeşimizden birisi bu ailege her ayda azraqtın yardım kıldığım oldu. Ben şu fırsattan paylanıp Kanada'daki o inimizge Çinikom'da rahmet eytemen. Oyunumuz yardımını şu 8. ayda başlayacağım bulup 8. aylık pulunu bana öğretip verdi. Ben o pulunu hazır Türkiye'ye iqtisadi balları okutuşta iqtisadi qiyinchilik var. 11 aylık yerden kuvatkan. Şu 11 aylığındaki pulusu koşup bu iki balımızga bardığan pulumu mandır ettim tünögün. Bu iş bir mezgil davamlaşmakçı. Bu neydi yaxşı oldu. Eğer yine Hani bir kişinin yardımı onda cık emez. O Türkiye'deki kardeşimiz mi? Şu işlep özündeki cennet bakış, sahavet işi yardım kılgan kardeşimizden birisi. İşte bu aşka yani başka bab kalsa yardım kılgan. Ben de alaka sağlı buludu. Herhalde Muhammed Ömer balımız inisi işgalenge mübarek olsun. Endi bu iş yapmıştaki yeni bir çoğun haber. Gollandiya'dan bir qancha aileniki vatanga tuqqay uxlab bag'anligi munosabati bilan to'rlarda ko'p g'ulg'uli bo'lyotdi. Shu vatanga berish masalasi haqida endi biz bu vaqtda tunugin Uyg'ur Project Fondasidagi Uyg'ur axborot markazi bir maxsus video programmasi ishlab tunugin taqib qo'ydik. Ko'rib aqsanlar buludu. Endi hozir chet eldagi amaldan shu masalada naiti murakkab hissiyat, murakkab tuyg'u, murakkab qarash ichida bo'lib qoldi hozir. Umumlashtirib aytsak, ba'zi qarindoshlarimiz hozir Uyg'urlar ichida ikki xil jamiyat shakllandi deb bayon qilibdi. Bu naiti yaxshi bir nima xarakterlash bo'libdi deb o'yladim men. Ondaki birisi aşkara, aniki millet işide aktif Uygurlardan tarkib etken cemiyet. Yan birisi yuşurun Uygurlar. Adette özüne ancak Uygur defin ketmeydiğen, işkanda işler katlaşmaydiğen Uygurlar. Müşta kılıp hazır işkil cemiyet şekillendi. Hakikaten müşetelde biz turat kayadım aşındak. Biz turat kayada hatta aşkar Uygurlar kargancada mehbi Uygurlar köprek buluşu mümkün. Müştep ahval şekillendi. Endi aşkara Uygurlarniki vatanga berish imkoniyati yo'q. Ularniki bunday imkoniyati cheklangan yoki
vatanga borsa ular saq qaytib kelolmaydi. Men ko'rgan ba'zi xabarlarga qaragan chog'da yaqinda vatanga berib tuqqan yo'qlig'i qaytib kelolmay tutilib qolgan ahvollar bor ekan. Mana shu millat ichida aktiv ish qilayotganlarniki ahvoli mushtarak bo'lib qoladi hozir. Endi yushurin uyg'urlarga bo'lsa, ularga hozir fursat keldi. Amaliyotda yushurin uyg'urlarniki ashtaq yashash yo'lini tutishga sababning birisi, agar fursat kelsa vatanga berib kelaman, tuqqan yo'qlayman yoki burunqi sodirini ishga silib yani qaytadan asli keltiraman deb shunday bir orzuda turayotganlarmi bor. Buning ichida boshqa xildagilarim bor endi. Buni bu vaqtda ko'p to'xtalishning hojati yo'q. Boshqalar kim bor deganlarim ichida garchi ochiq oshkora o'tirib chiqmasimi, oqsatdan, masalan, iqtisodiyotdan Uyg'ur ishlariga yordam berib kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Men undaqlarni qilib bilaman endi. Ishqilib bu jihat ahvollar murakkab. Men ko'p to'xtalmayman. Xohlagan qarindoshlar biz tunugun tarqatgan YouTube'dagi videoni ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi hozir bu xil ahvollarniki, bu xil ahvollar eng egri kelgan, bu xil ahvollarni vatanga berishni eng qabul qilmayotganlar lager shohidlari va dunyo Uyg'ur qurultayiniki boshlamchilariga o'xshash kishilar endi. Bular bir qism kishilarniki hozir shunday dag'dug'liq vatanga berib kelishini qabul qilolmaydi. Shaxsan men shu. Endi nimishqa degan chog'da Xitoy hozir Uyg'urlar nüfusuniki 20ni yo'q qilyapti. Yo'q qilyapti deganimizda hammasini o'ltiryapti degan gap emas. Lager turmalar uslab, majburiy emgak zavodlar uslab degandek Uyg'ur jamiyatidan g'arq bo'lib ketdi. Bularning ichida hozir 5-6 yildan ichidalamkin 1 milliondan ko'proq Uyg'urlar o'lib ketdi, o'ltirildi. Endi yaqingi ahvolga qarasak, Xitoy hukumati hozir umumyuzlik o'zining shu jinoyatlarini yushirish, uning paketlarini yo'q qilish, dunyoni aldash, dunyoga ko'zbo'yamchilik qilish harakati o'tdi hozir. Buningda yaqinda Sanvar Tursun singlimizniki uyini bir xil muzeyxonaga ko'rgazmaxonaga aylantirib qo'yganligini ko'rdik. Mush ahvollar bo'lyotdi. Hozir Xitoylar ozroq Uyg'urlarni xemturish shaklida ap qoldi. Başlağı ko'z tushish uchun. Birisi hozir dunyo kishilarini Sharq Turkistonga berib ziyorat qilinglar, ko'p yaqinlar, hech qanday ish yo'q. Bak yaxshi bo'lib ketdi. Uyg'urlar shunchalik baxtga yashayotdi. Muqimlik bak yaxshi deb tashviq qilib, undaq ashlar o'tib ketdi hozir. Lekin emniyati bo'lsa, yezlarniki, bulubun janubniki yezlarning ahvollariga qarasak, Uyg'urlar yo'qolib ketdi yerda. Shunga bizningki hozirimiz adi Uyg'urlarga qaysi darajada ziyon bo'ldi, buni bilish imkoniyatimiz yo'q. Ammo meniki ko'radigan manzaram intayin ichinishliq. Bu bir kun oshkorlandi, lekin hozircha buni bilmaymiz endi. Endi ilki odamlarniki o'zini yurtini sig'inishi, tuqqanlarini sig'inishi, andikan fursat bo'lib qolsa, ularni yo'qlab kelishi bu bir normal insonlik bu. Uning gunohi yo'q, unaqa bo'lishida bizmi shu hozir nurg'unlarimiz biroz yig'lanib qoldik. Vatanga uzun muddat boramay, tuqqanlar ahvolini o'qamay degandek. Lekin endi bizniki bu sohada qilgan ishimiz Xitoyga yordam qilgan bo'lib qolmasa degan orzuda. Ko'pligan Uyg'urlarning shunday orzusi bor. Endi bizga kelgan shunday cho'ng balaya afat buni hisobini olmay turib, ishini qilmay turib, hozir bir qism kishilar Xitoy bilan o'xshash maydonni tutib, Xitoyniki dunyoni ko'zni bo'yash tashviqotiga hamkorlashib bersa, bu hammadan shuni ig'ir keladi. Endi men yana bir narsa o'ylayman, Xudoyim bursa, keyincha Uyg'urlar bir xil erkinlikka erishib, o'zimizning ishini o'zimiz boshqaradigan, o'zimiz qila oladigan kunlar kelishi mumkin. Hozir bir qism kishilar qandaqdir men naiti foyda oldim,
Müştaq Uyg'urlarning davosidan jiroq turib, uni ishga qatnashmay, maxfiy turib yashab, fursat bo'lsa vatanga berib kelib, shundaq ham ishlarni isil qilyapman deb o'ylayotganlar bor. Amaliyotda albatta men degan ikki xil jamiyatki, bu yushurin Uyg'urlar jamiyatidagi kishilarning ko'pinchisi intayin fursatparastlar bo'lar. Fursat topqasi foydalanaman deydigan kishilar endi. Ashadab o'ylash mumkin, lekin kunlarniki bir kunda Uyg'urlarga erkinlik kelib, bizmi o'zimizning ishlarni o'zimiz boshqara oladigan bir vaqtlarda menimcha shunday bir kunlar kelgan chog'da shu chog'dami bir umumyuzlik tekshirish bo'ladi. Bo'libmi Uyg'ur jamiyatida Sharq Turkistonda masalan muhim o'ringa qo'yiladigan kishilar degandek ashta kishilarniki 2017 yildan bugungi qadar 2023 yilga qadar chet elda qanday qilib yashaganligini surishtiradigan kunlarga keladi. Shunga bu ishlar mana o'tib ketmaydi. Har holda bu yerdagi muhim masala nima desa, o'zimizniki normallik insonlikni qilaylik, lekin qilayotgan ishimiz, tutgan yo'limiz Xitoyga foydali bo'lib qolmasin. Hozir shuncha qurbonlarni bergan qarindoshlarimiz ishimiz og'risin. Meniki deb qo'ydigan shu. Endi hozir yurtga berish bo'atida bir jihatdan, yana jihatdan yurtdan chetga chiqib o'ziniki bolalarini yo'qlaydigan ishlarni bo'atida. Men xiljiq kishilarniki ahvollarini uqdim bu jihatda. Endi umumyuzlik bir ahvol chetga chiqqan onalarniki umumyuzlik ahvoli ularniki normallik insonligi yo'qolib ketgan. Ruhiy jihatdan. Shunchalik qo'rqinchlik ichida yashaydigan bo'lib ketgan, hech kimni ko'rishni xohlamaydigan, o'zining uyining ichidami, o'zining bolasiga qilgan chog'dami shunchalik titrab turibdi. Tuan ovozda xuddi bir skep shu vaqtda o'zini tutib ketgandek ashtaq bir holatga tushib qolibdi. Buni shundan biz butun millat ahvolini ko'ra olamiz vatandagi hozirgi. Bu chet elga chiqadiganlarning ahvoli. Shu vatandagi butun ahvol hozir shunday bir holatga kelib qoldi. Bu to'g'riliq ko'p so'zlaganning foydasi yo'q. Endi hozir nurg'un kishilar o'ylanyotadi. Shu yaqinqi ahvollar to'g'riliq. Bir narsani aniq bo'lish kerak. Chet eldagi Dünya Uyg'ur qurultiyi tarmog'idagi va shunga o'xshash boshqa shtatlar tarmog'idagi kishilarniki va shaxsiy faoliyatchilarniki, shu aktiv faoliyatniki millatni hozirgidek holatda saqlab qolishdagi roli intayin cho'ng bo'ldi. Agar diqqat qilsanglar, men necha yilning oldida Xitoyniki Uyg'urlar haqidagi cho'ng planiniki nima ekanligini degan. Dastlabda diniy sohadagi kishilarni yo'q qilib, undan keyin sarxillarni yo'q qilib, undan keyin ziyonlarni yo'q qilib, undan keyin kadrlarni yo'q qilib, shahardagi Uyg'urlarning hammasini tozalab etib, eng oxirida mushu Uyg'ur cho'ng qirg'inchiligiga yordamlashgan Uyg'ur saqchilarni yo'q qilib o'tish. Bu Xitoyning cho'ng plani bu. Lekin xalqaro shu orada xalqaro uyg'ondi. Bunun da akıl amılar var, onu to'g'ri tafsil to'xtalishning hojati yo'q. Buning ichida Uyg'ur qirg'inchiligi intayin muhim bir rol o'ynaydi. Xalqaro uyg'onib, Sharq Turkistonda nima ishlar bo'lganligini bilib, butun dunyo biroz qo'zg'aldi. Ashta bo'lg'achqa, shuning bilan Xitoy aslidagi planiniki bir qismidan voz kechdi deb o'ylayman men. O'zim biladigan ahvollarga asosan. Shunga bu ishlarda Dünya Uyg'ur qurultiyi shuni o'xshash tashkilotlar va boshqa shaxsiy faoliyatchilar mushlarniki kechini kunduzni kechiga ulab, kechini kunduzga ulab hamma borliqni atab qattiq tirishchalik ko'rsatganligidan cho'ng foydasi bo'ldi. Bu bir haqiqat. Buni hammamiz e'tirof qilishimiz kerak. Endi bunday faoliyatlar bundan to'xtab qolmasi kerak. Ish tugagini yo'q, men degandek vatandagi zulm, texchilik davomlashyotdi. Hozir meniki bek ansiraydiganim turma lagerlarga sulayotgan sarxillar. Bular ilib ketib bordi hozir. Xitoyniki maqsadim shu, dunyoga chandilmay turib, bularni azazdan o'ltirib yo'q qilib etish. Hergiz ularni saqlab qilib chiqiradigan plan yo'q bularniki. Ashta bo'lg'achqa chet eldagilarniki qilayotgan ishlari to'xtab qolmasligi kerak. Biz ashlarni qutqazmasak bo'lmaydi. Hozir shu vatandagi
Husaynab ancha-muncha chet elliklarga ishga kelgan Xitoylarga numur ko'rsatib qilayotganlar asosan xemtirishga aylanib qoldi. Buniki bir misoli yaqinda RFA bir xabar berdi, ehtimol uni oldinglar. Hozir Urumchida xalqaro milliychi usul festivali bo'lyotdi. Bu festival shu 20-iyuldan 5-avgustgacha bo'ladi ekan. Hozir davomlashib ketibdi. Xalqaro milliychi usul festivali. Bizning vatanning poytaxtida o'tkazilayotgan shunday bir faoliyatda Uyg'urcha usul yo'q ekan. Bu nimadan darak beradi? Bu to'liq hammadan o'ynash kerak. Xitoyniki maqsadi Uyg'urlarni taltiks yo'q qilib etish. Gerçi hozir ancha-muncha bu ko'rinishda chiqayotgandek qilayotgan bo'lsin. Endi hozir agar erkin Xitoy medialarini ko'rsanglar, ularning hammasi Qingang degan Xitoy to'g'riliq bo'yotdi. Qingang to'g'riliq men o'tgan oldin qatimliq videoda azroq so'zlab bergandim. Xitoyniki tashqi ishlar ministri bo'lgan Xitoy burun Amerika konsulxonasidagi konsulti. Men bu Qingang degan Xitoy bilan Fushao Tian degan qiz bola ayol ikkisiniki muhabbatlashgach bo'lgan televizor suhbatiniki bir ko'rinishini Facebookga chiqarib qo'ydim. Uni buncha odamlar ko'ribdi, 2000 adam. Hozir shu mushkish to'g'liq bo'lyotdi. Oldingi kunisi Qingangniki tashqi ishlar ministrlik vazifasidan ilib tashlanganligi e'lon qilindi. Xitoy e'lon qildi buni. Uniki yamir vazifasi bor. U Govuyan degan vazifasi bor. Govuyandan 5 kishi bor ekan. Uniki bir zonasi bor. Hozirning zonasi Li Changgu deyman. Esini qilishcha yaqinda bo'lgan. 5 a'zosi bor ekan. Qingangmi shuniki birsi 5 odamniki birsi. Bu Govuyanlar muavin davlat darajadagi rahbarlarga kirdi. Bu 5 odamniki hammasiniki o'zi mas'ul sohalari bor ekan. Qingang aslida xalqaro munosabat tashqi ishlarga mas'ul ekandiq. Hozir uniki u vazifasi qolib qoldi, lekin tashqi ishlar ministrlik vazifasini olib ketdi. Tashlandi endi. Shunday bir g'alati ahvol mavjud hozir Xitoyda. Endi bu Qingangningki o'rniga Wang Yi degan Xitoy chiqdi. Wang Yi degan Xitoy Qingandan burungi tashqi ishlar ministri. Bu urushqoq bo'ra xarakterli Xitoy. Shunda sapasi yo'q. Neredeyse og'zini buzib, bir davlat rahbarligiga xos odam emas. Bir lukchakdek qilib yurgan odam bu. Bu hozir qaytadan chiqib, uniki birinchi qilgan ishi Turkiyaga bordi. Turkiyaga berib, tunugunki xabarlarga qarasam, Erdo'g'an bilan bir ko'rishibdi. Mana ishlar bo'ldi endi. Bu vaqtda hozirmi? Endi hozir Xitoy erkin mediachilariniki hammasi nima uchun Qingangni vazifasini evatdi degan mush to'g'riliq analiz qilish, faraz qilishlar bilan bo'lyapti hozir. Endi umumiyga ahvolga qarasak, Qingang g'arbparast, Amerikaparast. O'zi Amerikada ishlagan, tashqi Amerika konsulxonasida. Wang Yi bo'lsa rusparast. Buniki bunda 4 misoli bor. Qisqacha deb o'tib ketayman. O'tgan yil 3-oyning 20-kuni, ya'ni Xitoyda qishliq olimpik musobaqasi boshlanib, 10 kun o'tgandan keyin Qingang bir Hong Kong muxbiriniki ziyoratini qabul qilgan vaqtida mundaq degan: Xitoy Rossiya do'stliginiki munosabatiniki cheki yo'q, ammo uniki tuvan chegarasi bor. Tuvan chegarasi bor deyishan. Tuvan chegarasi bor degan. Endi Wang Yi bo'lsa hech qanaqa chek yo'q deb kelayotgan odam endi, lekin Mao Qingang uning tuvan chegarasi bor degan gapni degan. Bu intayin g'alati tuyulgan shu joyda Xitoyning ahvoliga nisbatan yengillik tuyulgan. Endi Qingang o'tgan yil 12-oyning 30-kuni tashqi ishlar ministri bo'ldi. Shundan 10 kun o'tgandan keyin
Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhou Lijian degan Xitoy vazifasidan olib tashlandi. Bu Zhou Lijian degan shu Wang Yi o'stigan urushqoq bo'ra xarakterlik, luchak xarakterlik odam bu. Shundoq qo'pol, sapasiz chet elliklarga shu qo'pollam tegadigan bir narsa. Shu Chingang tashqi ishlar ministri bo'lib 10 kun o'tgandikilar bu haydaldi xizmatdan. Endi bu yerda bir muhim nuqta bor. Hozir qadar Xi Jinpingniki odam o'stirish ahvollariga qaragan bo'lsak, u qandaqdir qobiliyatli odamlarni o'stirmaydi. Uniki eng chong sharti o'ziga sadoqat kishilarni o'stirish. Masalanga shu o'tgan oldin qatamliq partiya qurultayida nima Chongwu Viyan bo'lgan 7 odamniki ish qasiniki yo'q. Yangi o'stiganlarning ish qasiniki oliy maktab unvoni yo'q. Saplam ancha o'qiganlar emas, lekin hammasi shu Xi Jinping degan Xitoy intayin sodiq. Ashta odamni o'stigan. Endi bu qatimki shu Chingang chiqib ketishini tahlil qilgan chog'da kishilar ehtimol Xi Jinping Chingangniki o'ziga bo'lgan sadoqat manligidan gumonlanib qolgan o'xshaydi degan ko'z qarashim bor. Lekin men yuqori degan ishga ahvolniki bu sadoqat manligiga hech qanday munosabati yo'q. Andan keyin shunaqa munosabatga yana bir narsa Chingangniki oshnasi Fu Xiaotian bir bola tuqqan, bola Amerikada tug'ilgan. Shundaqda u bola Amerikaning grajdani. Andan keyin Fu Xiaotian hozir Amerikada yashaydi ekan, cho'ng uyi bor ekan, men uyning restoranini ko'rdim. Bir necha 10 million dollardan tuvan emas deb faraz qildim endi. Demak, Xitoyniki tashqi ishlar ministri bo'lib ishlayotgan odamniki bolasi Amerikaning grajdani, Amerikada yashaydigan bunday bir ahvol bo'lgan endi. Lekin hozirgi tahlilchilarniki deyishicha bu asosiy sabab emas deydi. Lekin uchinchi misol bu yil 4-30 kuni BTT'de bir yig'in bo'lib, shu yig'inda Yevropa Birlik tarafdan bir qaror, bir loyiha o'tirib qo'yilgan, ya'ni Rossiyani Ukrainaga tajovuz qilish munosabati bilan ayblash qarori. Mush qarorni bilat tashlash qilgan chog'da Xitoy uni qo'llab ovoz bergan. Hozirga qadar Wang Yi tashqi ishlar ministri bo'lib yashagan shu butun vaqtlarning hammasida bundaq qaror loyihasi o'tiruvchisi BDT'da Xitoy asosan voz kechib kelgan. Qat'iy qo'llash u yoqda voz kechib kelgan endi. Maqatim 4-30 maçda Xitoy buni qo'llab ovoz bergan. Shunga bu bir yangilik. Ana lekin 4-misol shu 6-25 Chingang Rossiyaniki muavin tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Beijingga keldi, jiddiy keldi. Undan necha kun o'tgandan keyin Xitoyniki Yevropa Birligidagi uy boshlig'i bir medianing ziyoratini qabul qilgan vaqtida Xitoy Ukrainaning 1991 yildan burungi zaminlarining hammasini asliga keltirilishini qo'llaydi degan. Bumu cho'ng xabar bo'lib ketdi shu chog'da. Bu Xitoy izli tutib kelgan yo'l bilan cho'ng farqi bor endi bu yo'lniki. Ana shunda degan chog'da Rossiya 2014-yilda egallab olgan, besib olgan Krimiyani o'z ichiga oladi. Ashuna qaytarasi bo'ladi Ukraina degan gap. Shunga ba'zi analistlarning deyishicha Chingangniki bu qatim vazifasini olib tashlanishiga sabab bo'lgan 4 narsa bor deydi. Chingang bilan Wang Yi intayin bir-biriga dushman ekan, qat'iy bir-biriga chiqisholmaydi ekan. Shunga bu qatim birisi Wang Yi bek kuchigan Chingangni chiqib ketishida. Ikkinchisi diqqat qilsanglar yaqinda Abataman degandek Rossiyaniki muavin tashqi ishlar ministri Xitoyga kelib ketdi, jiddiy. Endi bu qatim Chingangni chiqib ketishida Rossiyaniki bu roli bek cho'ng deydi. Chingang yuqoridagi ishlarni qilgan ekan Rossiyaga qarshi qarata. Bular turanmay
Çingan'daki bütün burunki bir kısım işlerini kolap çıkıp, tepip çıkıp, Xitayga kelib, uni dekret qilib, shu orqali Çingan'ın chiqib ketishiga turtki bo'ldi degan farazlar bor. Shu yaqinqi tashqi ishlar ministrining Xitoyga kelishidagi muhim bir vazifa shu o'xshaydi qaragan chog'da. Buni mushrik desak bo'ladi. Hozir endi Amerikadagi xabarlarda yaqinda yana shu maxfiy hujjatlarni uyga olib borish masalasida Trumpga yana yangidan arz tushdi. U bir ishda almashyotdi. Anından keyin hozir endi shu Bayden'niki o'g'li Hunter'niki iqtisodiy jinoyatlari mushu munosabat bilan Cumhuriyetçi Partiyaniki Avam Palatasidagi a'zolari Baydenni impeachment qilish, tanqid qilish deydi, Xitoycha tanqid deydi. Impeachment qilish ishini boshladi hozir. Ashta qilamiz deb yo'l meng'otdi. Sizlarga buniki umumiy manzarasini deb qo'yay. Hozir Avam Palatasida Cumhuriyetchilar ko'p sonli egallaydi. Kengash Palatasida demokratchilar. Bundaq bir prezidentni, hozir vazifadayotgan prezidentni impeach qilgan vaqtida Avam Palatasidagi a'zolarining 50%dan yuqorisi qo'llash kerak uni. Kengash Palatasidagi 3dan 2 qismi qo'llash kerak. Ashta bu boshqa bu ish agar shuncha bo'lsa Avam Palatasini o'tib ketishi mumkin. Lekin Kengash Palatasini o'tolmaydi. Nimishqa deganda Kengash Palatasida Demokratik partiyalar ko'p sonli egallaydi. O'tolmaydi, lekin endi mush ishni bahona qilib turib, hozir bu jumhuriyatchilarning qilmoqchi bo'lgani mush ishni bahona qilib turib, Bayden oilasiniki iqtisodiy cheriklik bir qism ishlarini Amerika xalqiga bildirish. Mushni maqsad qilib deb o'ylayman men. Bu Amerikada ajoyib o'yinlar o'ylanib ketdi. Xabarlarda bo'lsa Trump to'g'riliq 2 qatim impeach qilish ishi yapirildi. Ular mag'lub bo'ldi, lekin demokratchilar shuni qildi. Uning birisi Trump Ukrainaga telefon qilib, aqsh qilib Bayden'niki ustidan o'zining saylovga foydali bir ishni qilmoqchi bo'lgan deganga o'xshashroq bir gunohlar bilan impeach qilgandi. Bir telefon qilgan degan bahona bilan. Hozir endi Bayden ailesi olsa neçe 10 milyon dolar pulunu ekirgen uyge. Bu jacık işler var. Aşağı durup müşteri mi alır? Asas medyalar yapıdı. Paş kılmaydı, dikkat kılmaydı yapıdı. Trump'ın şu kasa bek paş kıldı onu. Aşağı bir ahval bağındı. Makadaki bulduğu maaşının ki şu bir paydası hakiki ahvalını Amerika halkı ve dünyaya bildiriş. Bu cihette paydası buluş mümkün. Impeachment'daki onun ama onu muvaffaqiyatli bo'lishi asosan mumkin emas. Amerikada bo'layotgan yana bir ish yaqinqi nechalarniki mobaynida Xitoylar shaxsiy nomidan Amerikaniki yezgilik, yeza, terrorchilik yerlarini sotib olish bir to'lqin bo'lib ketgan Amerikada. Hozir Amerika shuni to'simiz deb bu to'g'ri ish qilyapti. Bu ish bo'layotdi, chiradan kirayotgan odamlar yaqinda chiqqan bir xabar, men uniki televizor xabarini Facebook'im chiqarib qo'ydim. Bu yerga kirgandagi 12 ming Xitoy Amerikaga kirib qopti, Meksika orqali. Bu ishni indamlashyapti, ular Amerikaga kirgandikilar qurol yetishni mashq qilib degandek. Hammasi askariychilik yosh Xitoylar. Ajoyib ishlar bo'lyapti. Keyin agar Amerika Xitoyni tutishib qolsa, mushuk kirayotgan Xitoylar nima ish qildi Amerikada? Ajoyib cho'ng ishlar bo'lyapti. Endi buni tushunayotganlarmi bor, lekin gap oqmayotdi. Hozir Xitoyniki Amerika qaratgan umumiylik siyosatini intayin mukammal tushunadigan Amerikaliklar bor. Buning ichida xil cho'ng rol rahbarlik o'rnida turayotganlarmi bor, lekin buni hozirgi davlat hokimiyati ularning gapini anglab ish ko'rmay yana bir tashlab qo'yotdi. Ajoyib ishlar bor. Endi yaqinqi yana bir xabar, bu xabar Uyg'urlarning ko'nglini yerim qildi.
Menimki ko'nglimni yerim qildi. Yaqinda Trump bir cho'ng mediaga nima ziyorat bergan, suhbat bergan. Shu chog'da yana Xitoy Shi Jinping to'g'riliq bir qism gaplarni qildi. Men Nahmadanda ko'rdim uni. Nahmadanda ko'rdim, lekin uni kesib chiqarib videosini Facebook chiqib qo'yamga deb unda qilg'im kelmadi. Nima desa bu kishining ko'nglini yerim qiladigan, umidsizlantirgan narsa qilmaydi deb. Asosan Shi Jinping bu qatamı yana nima Trump Shi Jinpingni maqtadi. U mundaq deydi: "Men prezident Shi Jinpingni aqlli va qaltis odam deb maqtasam, hammasi qoqshab ketdi. Shi Jinping degan 1 milliard 400 million odamni tömür mush bilan boshqara oladi. Shuncha aqlli qaltis. Hollywoodda uningdek mukammal va qaltis odam yo'q." Shundan agar o'tgan nima degan Hollywoodda Shi Jinpingniki rolni oldigan artisti yo'q degan gaplarni qilgan. Maqata meni gaplarni dedi. Tayvan masalasida ular bizning texnikalarimizning hammasini o'g'irlab ketdi. Ulardan kiradigan mallarga bosh qo'yishimiz kerak deb shunday. Bu chaqaliqi Xinjiang deydi, ma yerim o'tkazish detallar haqida so'ralgan savolga musha deyotdi. Anadikin o deydi, Shi Jinping Amerikaga o'ch emas deydi. Shi Jinping Amerikaga o'chmalik qilmaydi. Ammo Xitoyni suydi, Xitoy davlatini suydi. Shunga u Amerikadagi hamma narsani Xitoy uchun o'g'irlab ketmoqchi bo'lyapti deb aytadi. Andikin butun shu raqobat bu ishlarda Shi Jinping eng ustida turibdi, eng kuchli degandek ma'noda. U o'zining borlig'ini Xitoy davlatiga atagan. Amaliyotda yenidagi Shi Jinping nihoyatda qobiliyatli raqobatchi, raqobatchida bir kuchli degan gaplarni aytdi, aqlli. Amaliyotda hammamiz bilamiz, Shi Jinping qandaqdir Xitoy davlatiga hammasini o'zining borlig'ini atgan kishi emas. U o'ziningki huquqiga, andikin kompartiyaga o'zining borlig'ini atgan odam. Hatta u mumkin bo'lsa dunyoga xo'ja bo'lsam deb shuni o'ylayapti hozir. Buning misollari bak ko'p o'tganda Xitoy virusi davrida qilayotgan ishlari buning emas misol bo'laydi. Trump burun mana lager ishlardimi yeni prezident bo'lgan vaqtida, mana shu 2016-17-yillari Shi Jinping Amerikani chekib boqqan vaqtlarda, mana shu Uyg'ur qirg'inchiligi ishida Xitoyga yeshil chiroq yiqib bergan. Lager ishlari ishlash uchun bak muhim, qisonli bo'ladi degandek gaplarni deb. Hong Kongmi Trump davrida vayron bo'lib ketdi. Ashtaq nurishlar bo'lib ketdi, ammo ashunga aralashib to'sib bir narsa qilay demedi. Burun kommunizm, sotsializm ishlari dunyoni besib ketishga manga vaqtida Amerika qanchalik aralashgan bu ishlarga. Masalan, Vyetnamga askar kirgizib, Koreyaga askar kirgizib degandek. Bu ishlarda nurg'un ishlarni qilgan. Lekin mana yaqinqi vaqtlarda Hong Kong dunyoniki bir demokratik mashali bo'lib turayotgan yerlar vayron bo'lib ketgan taqdirda chog'dimi Trump ancha parvo qilmadi bunga. Ishqilib yaqinda bu ishlar nihoyatda odamniki ko'nglini g'ash qildi. Men burun agar Trump qayta saylansa 2020-yili Xitoyni yo'q qilib degan ashpir nuqtada shuni umid qilgan. Amaliyotda biz Trump bilan tashlamagan bizning uydagilar. Jo'da yaxshi ko'rmaydi qoni. Keyin Xitoy haqida bir qism tadbirlarni qo'lga olgani uchun keyin u yerda maydon biroz o'zgargan. Lekin yaqinqi qilayotgan gaplarni anglab, bu kishidan ancha cho'ng umid yo'q ekan Uyg'ur masalasida degan o'yga keldim. Bu birinchisi. Ikkinchisi 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni o'ldirib etgan 5 yil ichida. Uyg'ur qirg'inchiligini olib bo'lgan mushundaq bir jallodni maqtab turishi bugungi kunda bu normal insonlar qabul qila oladigan ish emas. Shaxsan men qabul qila oladigan ish emas bu.
Aşta boğaşqa hazır endi 2024-yildagi saylam haqida Trump yana eng oldida turyotidi. Oldida turyotidi. O chog'da qanday bo'ldi bilmaymiz. Lekin mening orzu qilganim Trump yemirsa emas, shu Amerikaniki qimmat qarshini, Amerikaning tuzumini qo'llaydigan bir odam chiqsa ekan degan orzuda hozir. Trump emas. Trumpniki mushu taqotuqi gaplari qarab turib, agar bu chiqsa dunyoda haqqoniyat hukm surmaydi ekan deb o'ylab qoldim. Endi agar bu chiqsa Amerikaniki iqtisodiy yaxshilanishi mumkin. Bu boshqa vaqtda Amerika iqtisodiyoti ayt yaxshidi. 2021-yildan burungi ahvolni solishtirib baxsanglar, obdan bilasizlar. Ondan keyin bu kishi hozirmi Amerikaniki qimmat qarashini qo'llash sohasida ko'p gap qiladi. Bu jihatda konservativ Amerikaning ko'ngliga bek yoqadi. Bu jihat yaxshi ahvollar bo'lishi mumkin. Lekin dunyoda haqqoniyatni qo'llash, haqqoniyatni ilgari surish, Uyg'urlar uchun bir haqqoniyat elib kelish, adolatga elib kelish jihatlarda bu kishidan umid yo'q ekan. Men shunday o'ylab qoldim. Endi oxirida deydigan bir narsa, necha kun oldinda men bir videoni chiqarib qo'ydim. Hozirgi ko'ngil bo'ldi buni. Bu yil men MICE degan bir olam teleskopi bordi. Yupiterniki Yevropa degan bir hamroyini tekshiradigan. Buniki 3 qatimliq cho'ng tajribaga qatnashganman. Yaqinda bu teleskopni Clipper degan olam uchquriga o'rlashtirdi bizning idorada. Onun için ulaştırılan kuruluşunu naq maydonda berdi. Naq maydondagi videosi hozirmi bor ko'ngil bo'ldi. Sen kurdiganlar, qizqiqalar kirib qolib chiqarib qo'ydim. Endi bunda qarsa o nayt uzun davomlashdi bu ish, necha soat davomli kirib o'ltiqlab bo'lmaydi endi. Siz kirib qoladigan qarindoshlar qarab olsanglar bo'ladi. Bo'ladi, men bugun shunchalik so'zlay. Yana ozroq mazmunlar bordi. Sal vaqtim yetmay qoldi tayyor qilishga. Bulupmu Amerika'daki bir kısım mühim rehberi orunda turvatkan kişiler Xitayni zaten qanchalik biladi. Xitoyniki Amerikaga qolganini zaten qanchalik biladi. Muşinin bir deprey degandim, bugun uning sal vaqt yetishmadi. Xudoyim bir siklar qatim qilaman buni. Biz bugun mushchak bo'lsin. Ikkilar qatim ko'rishcha aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.